Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Kelayotgan Ramazon sharif muborak bo'lsin hammaga. Xayrli barakotli oy bo'lsin hammamizga inshaalloh. Hop, biz va'da bergan edik. 25 ta velosipedimiz aksiya qilib qo'yamiz degan edik. Mana alhamdulillah shu kunga yetib keldik. Faqat vaqt ko'rsalaring bo'ldi. Arzon sifatli narsalarni qo'yib boramiz. Maestro 28 skorsi yo'q. Shundan boshlasak 750 ming so'm mana ketdi akalar. Bunisi 650 ming so'm, 7 ta skorslik. 750 ming so'm, 600 ming so'm. 750 ming so'm beramiz. 600 mingdan ikkita bor. Bergamon 700 ming. Bunisi sotilib qog'ozga qo'yishdi aksiyaga. Mana spesa, qanot, pasqon, nijabeki bo'lgan velosipedni bagajlarigacha yetishlik vaqti bo'lgan. 750 ming, 550 ming. Islomning fathi bo'lgan. Ramazon keldi, Ramazon. Eng shimaring toatga. Uchta skorsli oyoqlarimiz. Mana chiroyli bekamko'z, hamma detali bor. 750 ming so'm. Bu ham 750, 550 ming so'm mana. 550 ming so'm. 700 ming, 650 ming so'm, bu ham 650 ming so'm. Bu ham 650 ming so'm. Ulgib qolganlar bo'lsa 25 dona velosipedimiz. Naryoqda yana ikkitasini bitkizishyapti. Va'da berganmiz, Ramazonga chiroyli aksiya qilamiz deganmiz. Mana alhamdulillah. Ulgib qolganlar bo'lsa O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Faqat dastlabki pulini o'zingiz berasiz. Biz velosipedlarni arzon qilib qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Duo qilib turasizlar, telefon nomerlar hammasini qo'yib turamiz. Kelayotgan Ramazon oyi hammaga yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.